Yaxshilarim, topinglar. Men qaydaman. Men o'sha Erkin domlaning 80-dillardagi auksionga qo'yilgan yerdaman. Bu turbamiz Sharqirash yaqin ko'prigimiz. Rishton tumani hokimi. Yordam so'radim. Shu betonga beringlar va ko'mgani degandim. Shunga odam jo'natdi. Turgan o'tib ketishdi. Men bu turbadan o'tarmadim. O'talardim. Endi o'zimga kerakman. Chiqsa mana ikkita bolam bor. O'zimni ehtiyot qilishim kerak. Men o'zimga kerakman dedi. Dalalarda. Aturlangan kep. Ko'rmayaptimi? Mana ko'prigimiz. Qabrlagan qarashadi. Alloh aytganki, harakat sendan, barakat mendan. Tayyor yo'lni bunaqa qilib tashashgan ekan. Auksionga yer qo'yildi, berildi. Xalq soliq to'layapti, 1.200.000 to'ladik. Endi ko'prigini ham qilib qo'ysin-da. Mendaqa yolg'iz ayollar ko'prik qatdan qiladi. Aynalib kelamiz. Mana bu yerdan mazoryan. Bir qadamcha. Nimaga deb ko'lab sotishib yuboradi? Tayyor yo'lni buzib, aytasiz-ku. Masjidni buzib yo'l qilish mumkin, lekin yo'lni buzib masjid qurib bo'lmaydi deyshadi. Men shunaqa eshitganman. O'zimga turlab olayotganim yo'q. Aka ketdi. O'rganishyapti. Duo qilib turinglar yaxshilarim. Shu ko'prik bitsin. Qanday bo'lmasin, qanaqa bo'lmasin. Tepadagi katta akalarimiz, amaldorlarimizga Alloh iymonini mustahkam qilsinki, shu ko'prik bitib ketsin. 87 ta odam chetdan tirikchilik qiladi. Ro'zg'origa kamida 10 million, 15 million daromad topish mumkin shu yerdan. O yerda meni Makkam ko'rinyapti. 65 minglik Makka ekkanman. Keta kichkinagina 1 metrli mana shu Qurbanovdan ko'prik bo'lsa ham velosipedda o'tib shu Makkalarimiz, havralarimizni dehqonchiligimiz qilamiz. Tayyor yer bo'lsa mana. Bugun men indamasam, ertaga boshqasi indamasa qolib ketaveradi. Akamiz ko'prik ketib bordi. Birlashsa, shu duo qilib turinglar yaxshilarim. Bitta ko'priklarimiz bitib ketsin. Hokim buvamiz qanday yordam bo'lsa qilib beraman muqaddam dedi. Men unga ishonaman, qilib beradi.